Assalomu alaykum kanalimizda, YouTube kanalimizda obunachilari. Bugun bitta drobilkalarimiz ichida yana bitta yangi drobilkamizdan keldi. Yangi desak noto'g'ri bo'ladi. Mana shu 7-pokoleniya drobilkamizda 4 ta oyoqli mis motorligini olib keldik. Bao kompaniyasiga tegishli mis motorligidan yana zakaz qilib olib keldik. Buni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, ichlarini hozir bitta ko'rsatib o'taman. Mana o'sha akula jabralik ko'rishingiz mumkin. Xashaklarni masalan tepaga chiqazib yubormaydi, pastga bosib turadigan akula jabralik. Mana ichlariga keladigan bo'lsak, o'sha akula jabrali xashaklarni tepaga chiqazmaydi. Tepaga otib yormasdan pastga ushlab turadigan akula jabrallar qo'yilgan. Pichoqlarimiz o'sha po'lat pichoqlardan jihozlangan, kuydirilgan po'lat bilan. Maxavigimiz 8 kilolik quyma. Endi motorga keladigan bo'lsak, eng kerakli joyi bu motor hisoblanadi, yuragi. Mana ko'rishingiz mumkin, Bao kompaniyasiniki 4,5 kilovatlik 100% lik mis motor akalar bular. 100% mis motor. Mana avtomatlarimiz bor, o'chirib yoqadigan. Og'irligi 68 kilo, 4 ta oyoqlik bu hisoblanadi. Mana sitkalarimiz ham 4 ta. Sitkalarni ham mana ko'rsatamiz hozir sizlarga ochib. Sitkalari ham uncha-munchaga mana bu yeylanib ketmaydigan yaxshi metaldan qilingan, mana ko'rishingiz mumkin. Ikkita mana bu xashakniki, ikkita donniki. Bu mayin chiqazadi, buni yirikroq yormoqqa beradi. Mana bu sitkasiga keladigan bo'lsak, bu juda mayin, anaqa xashaklarni mayin qilib beradi, bunisi yirikroq chiqazadi. Mana shu drobilkadan kimga kerak bo'lsa, bemalol mana shu pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Buni osongina qo'yish ham mana ko'rsatib beraylik bitta. Mana bu qotirishlarni ko'ryapsiz, juda oson. Kraskalari ham bularni mashin kraska bilan kraskalangan, pechlarda quritilgan, yaltiraydi, o'zi bilinib turadi. Bular konvertda chiqadi, bular zavod Xitoy birinchi qo'l. Manzilimiz Toshkent, mana ichki joylashishlarni ham bitta ko'rsataylik. Mana maxaviklarni ko'ryapsizmi, qalinligini? Malotuklar ham mana kuydirilgan. Po'lat malotuklar ham uncha-munchaga aylanib ketmaydi. Juda yengil aylanadi bular. Mis motorlik. Xohlasangiz alyumin motorliklar ham bor. Mana shu pastdagi narxlar bilan dastavkasi ichida mana shu qo'ng'iroq qilaverasizlar mana shu pastdagi raqamlarga. Buni ishlash jarayonlarini ham qo'yib boramiz. Videomiz oxirigacha kuzatib borsanglar. Like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Mana og'irligini ko'rishingiz mumkin. 68 70. Hay 69 kilo. Alyumin bilan 1 kilo farqi bor ekan. Alyuminlisini tortib ko'rganimizda 68 chiqdi, endi 69 bo'lyapti, 1 kilo farqi bo'lar ekan. Bemalol mana o'rtaga oldik hamma narsasini chiroyli qilib, yonidan mana bu yerdan sitkasini qotira oldik. Bu yerigidan sal maydaroq xashakka mo'ljallangan dumaloq teshikli sitkasini qo'ydik. Endi buni ko'rinish uchun og'ziga bizlar mana salafon qo'yib qo'yganmiz. Buni har bir odam o'ziga moslab oladi. Chiroyligina karobka qo'yish mumkin, yoki to'g'ridan-to'g'ri chiqarish mumkin. Ehtiyot bo'lish kerak, to'lib bu yoqqacha og'zigacha kirib ketmasligi kerak. Bu mis motorlik universal drobilkamiz. Og'irligi necha kilo chiqdi? 88 700. 88 700 og'irligi. 68 700. 68 700. 68 700. Hozir somon bilan mana press, anaqa yiryoq pressimizni chiqazamiz. Juda ham mana qattiq yiryoq pressimiz. Mana hozir bitta sizlarga chiqarib ko'rsataman. Assalomu
Bu mana Irion pressimizdan ham ozgina qo'shilib ketdi. Somonni bitta yaqinroq qilib ko'rsatib bering buni. Ko'ryapsizmi qanday mayin qilib beryapti? Bemalol buni somon shuvoq qilsa ham bo'ladi-da. Molga-ku endi bersangiz endi ha, molga bersangiz buni vashimamda bu juda zo'rda. Bunga ozgina ustidan anaqa kepak sepib bersangiz, mollar bemalol tezlashadi, semirishi ham bemalol nishqat qilmasdan yeydi buni. Mana shunaqa drabelkalardan kimga kerak bo'lsa mana shunaqa dumaloq setkadan chiqazganmiz. Setkasini ko'rsataylik. Mana. Bao kompaniyasiga tegishli bu Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri keladi. Mana yetarlicha bor. Bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Bu ham don chiqazadi, ham hashaklarni o'tkazadi. Hozir endi poyani ham chiqazib bitta ko'rsatib beramiz, videomizni kuzatishda davom etinglar. Endi poyamizni chiqazamiz, bitta ko'ramiz poyani chiqazib. Qo'yani qalinligini O'qimiz 200 dan salgina balandroq ishlayapmiz. Qo'yam Hop ko'ramiz qo'yani ham. Buni oxirgacha yeydi-da, buni qoldirmaydi. Boya tanasini ko'rdingizku mana. Tanasidan umuman qolmagan-da bu. Mayin qilib tashlaydi bemalol. Umuman atqot chiqazmaydi-da mollar bor-ku buni. Qo'yga berasizmi, molga berasizmi? Nishqat qilmaydi-da buni, qoldirmaydi. Mana buni qarang buni. Mana shunday holatda bersangiz buni yemaydi-da, конечно yemaydi. Endi bu holatda maza qilib yeydi buni. Kimga kerak bo'lsa mana shu murojaat qilaverasizlar. Dastavkalari bepul yetkazib beramiz. Har xilidan bor yetarlicha. Manzilimiz Toshkent. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yishingiz chiqmasin.